80. O'dg'urmishning bu tushga boshqacha ta'biri berganligi aytiladi. O'dg'urmish javob berib dedi: "Bu tushimning ta'biri mundaq emas, ey tang tush do'stim. Bu tushni sen uxlaganda ko'rgan bo'lsang, ta'biri sen aytgandek o'ngishliq bo'lgan bo'lar edi. Sening barliq himmating bu dunyo uchundir. Bu dunyoni orzu qilganlar bu dunyoga erishidi. Men bu dunyoni tashlab qochgan odamman. Qara, mushaqqat chekib bu yerda turibman. Tush ta'birini menga to'liq o'rmiding. Angla, bu tushni men sana o'rib beray. Egiz baldaqliq shot ko'rganlikim, mening ta'birimcha tiriklikdir, ey qarindosh. Shotining beshigacha ko'tarildim. Demak, yeshimni tugatdim, rizqimni yeb bo'ldim. Beshiga o'rliginimda qassob kelib menga bergan suvni elib ichdim. U qassob otiliqlarni otisiz qilg'uchidir, ey qilqi pak. Qara, u shundoq qassobki, ravoj topganlarni buzg'uchi, jonliqlarni tirik qo'ymag'uchidir. Idishdagi suvni butunlay ichganlikni hayotliq deb ta'bir berib, yeshimni uzartding. Yerimini issa, yerim o'lishi qolsa, sen aytgandek suv hayotliq belgisi. Suvning yerimini ichib yerimini qo'ygan bo'lsam, hayotimning yerimi qolgan bo'lar edi. Lekin idishdagi suvning hammasini tugal ichdim. Demak, hayotimni tugatdim, esan yaxshi qol. Aqlliq dono nima deydi angla. Donolarning so'zini so'zning negizi deyish kerak. Tushida jamdagi suvning yerimini ichsa, hayotlikning yerimi tugidi, yerimi qarz qoldi. Agar suvni tugitib tugal ichsa, hayotlik tugidi, go'r qezildi degan so'z. Yuqori uchib osmonga ko'tarilishim, yeshil ko'kka o'rlab havoga singib ketishim, pok jinimning qepidan chiqib, yenib kelmas yerga uchib ketganligidir. Demak, Xudo tushimda menga belgi berdi. O'limga tayyorlanishim kerak, ey palvon. Bu tushning ta'biri ana shundoq. Menga boshqacha o'riding, ey qudratlik. Sen mening ko'nglimni yaxshi qilmoqchisan. Lekin o'lim hamon keldi. Dori darmoni yo'q. Endi qarab boq, ey dili zirak. Bo'z yerlarni o'lim o'ngtay-to'ngtay qilibdi. Qanchilag'an qasr o'rdi bezaklik saroylarni o'lim buzdi. Uningdan xarobalar qoldi, hayhot. Qanchilag'an mag'rur, jasur, buyuk baglarni o'lim yerga tiqdi, nazar sol, ey tirik. Qanchilag'an kuchlik bilaklar to'plagan dunyoni o'lim kelib chechivatdi, pak-pokiz tugatdi. İnsan tug'iladi, o'ladi. Bu hayron qolarliq emas. Hamma nafas og'uvchilar o'limga mahkumdir. Qara, ajablanarlik shuki, o'lgichi vujud o'limini unutib, eg'iziga elibmi qo'ymadi. Bu g'ofil inson o'ladiganligini biladi-yu, lekin o'zidan g'aflat uyqusini neri qilmaydi. Qara, o'lim haqdir, uningdan kashkila bo'lmaydi. O'limdan keyin ahvolim qandoq bo'ladi ekan? G'amim shuki, ey ko'nglimdagi do'stim, o'limdan keyingi ishlarimga Tangrim ravoj bersin. Bariga qanoat qilib kun kechirdim. Rohat mushaqqatlar o'tib ketdi, kechilarim yo'ridi. Qo'limni qisqa tutdim, tovar dunyo yig'madim. Arzu havaslarga ko'ngil bermadim. O'z yuklarimni bugungi kunga atab saqladim. Barliq gunohlarimni yengillatishni tiladim. Bilim, pand, nasihat va tarbiya berguchi mehribon kishi nima deydi, angla. Behud bo'lma, g'ayrat qil, yukingni yengillat, yo'ling qildin nozukdir, o'zingni to'g'rila. Bugun yotma, amgak qil, ishingni rivojlantir. Tatqan mushaqqatlaringni ketar vaqtingda unut. Yana shundoq dedi: "Ey chin mehribon qarindosh, men ketaman. Orqamdan sen kelasan, ey do'st. Sana bir necha eg'iz so'z qilay. Meningdan keyin sen uni unutma. Hayot vaqtimda o'zim sana mehribonlik qilay. Mendan keyin bu so'zim mehribon bo'lib qolsin.